Ondan ziyod shoir chiqarganman. Yangi talabalar hozir o'qib tayyorlanib turibdilar. Hammaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Vacuum Expert obunachilari. Yana alhamdulillah Vacuum Expertning birinchi shoirlardan bo'lgan Asadbek ukamiz xudo xolasa sertifikatlarni topshirish jarayoni bo'ldi. Xudo xolasa shoir ukamiz Qozog'iston Respublikasi Atrov shahrida o'z xizmatini olib qo'yar ekan. Shunda aylozalarni xudo xolasa chaqirib sertifikatini topshirdi. Xudo xolasa video davomida birgalikda tomosha qilsak bo'ladi. Sizlar orqali shu ko'p narsalar be'yandi. Xudo xolasa ko'riklarda emas, boshqa joylardan o'rgatib, boshqatib, chunki 1 yil oz muddat emas. O'zingda bo'lsa, ishlayap bo'lsa, boshqa bo'lsa ham muzab ketadi. Avvaldan o'shatishni qat'iy nazar, chin yurakdan ixlos bilan ishlasa, libo bir korni, libo bir kasbni o'zlashtirib ketishga nima bo'ladi, xudo xolasa. Sertifikatimiz 5 yulduzli sertifikat. Buni katta masterlar oladi. Tabriklaymiz, xudo xolasa yana birinchi shoirimiz bilan professional 5 yulduzli. Rahmat. Bundan keyingi ishlarni muvaffaqiyat, xudo xolasa salomat bo'lsin. Mustafa, sizga bir yaxshi tilaklarimiz bor. Sizga o'zingizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Oilamiz nomidan, o'zim nomidan o'ta minnatdorchilik. Rahmat, sog' bo'ling. Shukr qilamiz sizga. Siz ham katta rahmat shunday bir vaqtni xudo xolasa tarbiyalash uchun, xudo xolasa biz ham mendan rozimiz. Xudo xolasa shu shoirimiz iloyim katta bir ustoga yetib, shoirlarni chiqarib, izlarni sog'lom bilib o'tirish nasib etsin. Rahmat. Martabasi ulug' bo'lsin. Rahmat, sog' salomat bo'lasiz. Assalomu alaykum jigitlar, qalaysizlar? Yaxshilarmi? Sizlarga biz Atrovda, Qozog'istonda PDR men biz покраска mashinamмен жұмыс жасағаннан қазір камерада көрсетіп берейік sizlarga. Мына камерада полный мына жері майысып жатыр, мына сызылып жатыр. O'zbekistondan Xorazmdan sertifikat. Assalomu alaykum. Hurmatli Vacuum Expert obunachilari, Xorazm viloyatidagi Vacuum Expert jamoasina ustoz Sadurlarga hunar o'rganish uchun borishlaringizni tavsiya qilamiz. Vacuum Expert zo'r. Yana bugun 3 yil bo'ldi Qozog'istonning Atrov viloyatida ish boshlaganim. Buning uchun albatta ustozim Sadurlarga katta rahmat. 3 yildan beri Atrovda yana yaxshi natija ko'rsatamiz. Xalq xizmatidamiz. Ustoga katta rahmat. Sog' bo'ling. Yana hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringizni Qo'shko'pir tumanidan katta bir masterni chiqardik. Yana xudo xolasa aylozalari bizdan mamnun. Xudo xolasa shoirimiz ham katta master bo'lib, Qozog'iston Respublikasi Atrov shahrida xudo xolasa o'z ish faoliyatlarini olib borib turibdilar. Xudo xolasa sizlar ham shunday bir chiroyli bir master bo'lishni istasangizlar, bemalol bizning o'quv markazimizga murojaat etishingiz mumkin. 20 yoshdan 40 yoshgacha talabalarni qabul etamiz. Kim o'zining ishidan qoniqib turgan bo'lsa, shagirnlarda qiynalib turgan bo'lsa, bizlar bemalol murojaat etishingiz mumkin. Xudo xolasa bizlar sizdan chiroyli masterlar chiqarishga harakat etamiz. Shu videomizni kasb o'rganadigan do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Like sizdan. Salomat bo'ling.